Assalomu alaykum, sizlar bilan Tekin Studio kanalida bugun sizlar bilan 2006-yilda YouTube kanal ochishni ko'rsatib o'taman. Agar video 1000 ta like yig'sa ikkinchi qismini ham ko'rsataman. Shuning uchun oldinroq obuna bo'lishni unutmang. Birinchi bo'lib YouTube'ga kiramiz. Kirganimizdan keyin profilga bosamiz. Bosganimizdan keyin bu yerga mana kanalni ochish yo'lini ustiga bosamiz. Keyin mana bu opsiyaga kiramiz. Mana pastiga silka turibdi, silka. Shuni bir marta ustiga bosamiz. Keyin xohlasang Instagramga, xohlasang Telegramga biosiga qo'ysang bo'ladi. Havolani nusxalaymiz. Mana nusxalaymiz yoki shuni Instagramga kiramizda shuni qo'yamiz. Mana Instagramga kiramiz. Edit profilga bosamiz. Mana bio turibdi. Yo'q, bioga emas, linkga qo'yamiz. Mana link. Mana linklar ko'p qo'yganman. Mana add link, yangi linkni. Urul deb yozilgan tepaga mana shuni qo'yamiz. Ustiga nima? Faqat YouTube kanalim. Shuni qilib yozamiz. Mana ko'rib turibsiz. Mana ko'rlaring. Silkasini Instagramga, endi Telegramga qo'yishni o'rgataman. Silka o'zi nusxalangan bo'ladi. Telegramga kiramiz. Telegramga qilib bo'lalarmi Telegramga qilib bo'lsa kerak. Buncha yaxshi bilaman. Короче, bioga kiramiz Telegramga. Qaysi bo'lishim mumkin? Mana shu. Yo'q. Mana tarjima qilgan. Ustiga bosib chiqamiz, joylash chiqadi. Link bo'ldi. Tayga YouTube kanalim yozasizlar. Короче, mana Telegramga ham, Instagramga ham qo'yishni o'rgatdim. Mana. Короче, beradi. Olish oson mana. Shuni YouTube'ga kirasizlar, oson. Yana qayta tushuntiraman mana. YouTube'ga kirasizlar. Mana siz degan bo'lim bor. Profillarga kirasizlar. Kanalni ochish. Mana opsiyaga kiramiz. Mana silkaga ustiga bosib mana nusxalab olamiz. Bo'ldi. Qiynalmadi. Agar video yoqqan bo'lsa, like, comment, podpiska bosishni unutmanglar. Hammaga rahmat, omad.